olmadingmi, endi o'sha narsani isbotlab beraman deb kechasi hurriyaga otishini kutib uxlamabdi haligi erkak. Ayolini aybini isbotlayman debdi. Ovozini yozib olibdi. Ertalab turib, endi o'ziga eshittirib isbotlab beraman. Endi shunday ham tan olmasmikin desa, ayoli nafas olmayotganmish. Shu oxirgi kechasi bo'lgan ekanda. Issiq jonda qachon o'lishini bilmaydi hech kim. O'sha ovoz yozish uskunasidagi ayolini xurrak yotgan ovozi bor-ku. U erkak uchun eng sevimli ovoz bo'lib qolgan ekan. Boshqa ayolini ko'ra olmaydi, u живой deydimi, nima deydi? Endi kechasi bezovta bo'lmaydi. Xurrak yotmaydi. U ayoli yo'q endi. Kechasi bilan o'sha xurrak yotishini yozib olgan u. O'shani eslab, o'shani eshitib uxlaydigan bo'lgan ekan, qarang.